Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz 3 qismdan iborat bo'ladi. Sizlar bilan bugun development environment haqida gapiramiz. Development environment bu dasturlash muhiti. Ya'ni kelinglar o'zi birinchi development environment nimaligini bilib olamiz. Development environment bu dasturchi yaratmoqchi bo'lgan dastur uchun kerakli bo'lgan komponentlar jamlanmasi. Ya'ni biz hozir sizlar bilan HTML ni o'rganamizmi? HTML ni o'rganishimiz uchun bizga qanaqa dasturlar kerak bo'ladi? Shuni developer environment deyiladi. Xo'p, bu bo'ldi. Tamom. Xo'p, bizga birinchi kerak bo'ladigan dastur bu Google Chrome. O'ylaymanki, ko'pchiligingizda bor Google Chrome. Yo'qlar bo'lsa, misol Windows bo'lsa, Microsoft Edge da Microsoft Edge dan kirib, bemalol Chrome ni yuklab olsanglar bo'ladi. Google Chrome download deb bemalol Google Chrome ni o'zingizlarga yuklab skecheret qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan bemalol skechet qilib o'rnata olsanglar bo'ladi. Menimcha ko'pchilikda Google Chrome bor va bundan muammo bo'lmaydi. Xo'p, endi Google Chrome ham ketdi. Buni ham statusini down qilib qo'yamiz. Va bizda eng keraklisi bu, uchinchisi Visual Studio Code. Ya'ni bizning kod muharririmiz. Ya'ni biz o'sha app orqali kodlarimizni yozamiz. Kelinglar uni qanaqa skechet qilishni ko'rib olamiz. Xo'p. Google ga yozamiz. Visual Studio Code. Va mana shu chiqqan saytga kiramiz. Mana code visualstudio.com saytiga kiramiz. Saytga kirganimizdan so'ng mana o'sha bilyapti, bu operatsion sistema Windowsligini download for Windows deb chiqib turibdi. Sizlar qanaqa o'zi sizlarning kompyuteringlar o'shanga moslab, o'sha versiyasini o'rnatib olasizlar. Hozir menda eski Visual Studio bor. Kelinglar shuni download qilib yuboraman va boshdan установка qilib ko'ramiz. Xo'p, расположение файл Visual Studio Code. Вот. Bu yerdan o'chirish menimcha noto'g'ri. Hozir kelinglar предложениyalarni o'rnatib ko'ramiz. Предложение. Hop. Visual. Visual Studio Code. Hop, kelinglar o'rnatib ko'ramiz. Delete qilamiz. Da. Hop, bizda delete bo'ldi. Visual Studio. Mana ko'rishingiz mumkin, butkul delete bo'ldi. Ikoni ham yo'qoldi. Endi bu yerdan bosamiz. Download for Windows. Ustiga bosamiz va mana ko'rib turganingizdek, bizda Visual Studio Code skechet bo'lyapti. Hozir uncha ko'p vaqt olmaydi bu. Skechet bo'lgandan so'ng davom etamiz. Xo'p, sizlarga aytib o'tdim. Bu ham bo'ldi, davom bo'ldi. Hozir endi sizlar bilan yuklab bo'lsa Visual Studio ni ham o'rnatib ko'rsatib beraman. Xo'p, bizda skechet qilib bo'ldi. Buni ochib olamiz faylni. Bu yerda qonun qoidalarini tushuntiryapti. Bu yerga bitta chek qo'yamiz. Я принимаю, согласен, hammasiga rozimiz bo'lamiz. Va bu yerda men diskga o'rnataman, chunki menga tezroq ishlash kerak. Xohlasanglar boshqa diskni belgilashingiz mumkin. Obzorni bosib, bu kompyuteringlarning именно qatiga o'rnashayotganini ko'rsatadigan narsa. Xo'p, dalini bosamiz. Bu не создайте пуск меню. Пуск menyusida ana bo'lsinmi deyapti. Da создать bo'lsin. Dali. Va bu yerdagi ishtimaga tegmaysizlar. Prosta agar yarlik kerak bo'lsa, рабочий stolga yarlik chiqishini xohlasanglar, hozir 1 minut. Rабочий stolga yarlik chiqishini xohlasanglar, qayerda? Mana buni ustiga bitta qo'yib qo'yasizlar. Значок o'zi рабочий stolga avtomatik yarlik создавать qiladi. Dalay установить deb bosasizlar. Va biroz kutamiz установить bo'lishini. Nimagadir kompyuterim balkim OBS ishlayotgan ekan, sekinroq ishlayapti sal. Hop, разрешит. И все. Bo'ldi. Bizda Visual Studio Code o'rnashdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa ason bo'ldi. Xullas, sizlar bilan bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Sizlar bilan bugun darsimizga o'tsak, va nihoyat mana biz Visual Studio Code ni ham o'rnatdik.
Biza dasturlash haqida umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Developer environment nimaligini o'rgandik. Google Chrome o'ylaymanki sizlarda bor. Bo'lmasa skichatga olinglar va Visual Studio Code'ni ham skichatga olsanglar, xuddi men ko'rsatgan tartibda nasib kelasi darsimizdan boshlab haqiqiy dasturlashga kirib boramiz. Birinchi qator kodlarimizni yozamiz. Qaytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Doimiy videolar chiqadi bundan buyog'iga. Hammalarga rahmat.